Assalomu alaykum hammaga. Kun savol loyihamizning 14-kun savollari tahlilini ko'rib chiqamiz. Bizga berilgan birinchi savol integralning qiymatini hisoblashimiz so'ralgan. Integral ichida berilgan ifodani dastlab yozib olaylik. 1 taqsim x kvadrat plus x minus 2 teng bo'ladi. Mahrajni ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, x plus 2 yu x minus 1 ko'rinishida ko'paytuvchilarga ajraladi. Agar mahrajimiz ko'paytuvchilarga ajraladigan bo'lsa, kasrni uzib yozish orqali boshlang'ich olinadi. Kasrni uzib yozish uchun kasr mahrajidagi ko'paytuvchilarni suratga yozib olamiz. X plus 2 va x minus 1 ni yozib olamiz. Mahrajda orasiga ko'paytirish qo'yib o'zini yozamiz. Ana endi suratda x larni yo'qotishimiz uchun, chunki bizda 1 qatnashgan suratda, x larni yo'qotish uchun qavslar orasiga minus ishora qo'yishimiz kerak. Qavslar orasiga minus ishora qo'yadigan bo'lsak, suratda bizda qavslarni ochib hisoblaganda ortiqcha 3 hosil bo'lib qoladi. O'sha ortiqcha 3 lar qisqartirib yuborishimiz uchun mahrajiga 3 olib kelib qo'yamiz. Xo'sh, bizda nima hosil bo'ladi mana shu holatda? Teng bo'layapti 1 taqsim 3 qavs ichida bitta o'zib yozadigan bo'lsak, ana endi 1 taqsim x minus 1 minus 1 taqsim x plus 2 ko'rinishga kelar ekan. Ana endi bundan boshlang'ich olamiz. 2 dan 3 gacha 1 taqsim 3 qavs ichida 1 taqsim x minus 1 minus 1 taqsim x plus 2 dx ko'rinishga keldi integral. Boshlang'ich oladigan bo'lsak, 1 taqsim 3 ko'paytirilgan ln modulda x minus 1 katta qavsga olib qo'yaylik mana shuni. Minus ln modulda x plus 2. Qavsni yopamiz. Demak, integralimiz 2 dan 3 gacha hisoblanayotgan edi. Buni yozib olamiz. 1 taqsim 3 ln modulda x minus 1 taqsim x plus 2 ko'rinishida. Oralig'imiz 2 dan 3 gacha. Ana endi 1 marta 3, 1 marta 2 qo'yib ayirib tashlaymiz. 1 taqsim 3 qavs ichida ln 3 qo'yadigan bo'lsak 2 taqsim 5 hosil bo'ladi. Minus ln 2 qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim 4 hosil bo'lar ekan. 1 taqsim 3 ln bo'lish qilib yozadigan bo'lsak 2 taqsim 5 taqsim 1 taqsim 4. Bu bizda 1 taqsim 3 ln 8 taqsim 5 ni beradi. Bizda C javob to'g'ri javob bo'ladi. Ikkinchi savolga qaraymiz. Ikkinchi savolda rasmda qirrasi 8 ga teng bo'lgan kub shakldagi taxtadan chorak silindr kesib olindi deyildi. Xo'sh, mana bu qirrasi 8 ga teng bo'lgan kub. Undan mana bu yerda demak silindr, chorak silindr kesib olinyapti. Qolgan qismning sirt yuzasi so'ralgan. Qolgan qismning sirt yuzasini topamiz. Tomonlarni belgilab olaylik. 8 8. Orqa tomondan qaraganimizda 64 santimetr kvadrat yuza ko'rinadi. Pastki tomondan qaraydigan bo'lsak 64 santimetr kvadrat yuza ko'rinadi. Bizda qolyapti ikki yondan qaraganimizda va mana old tomondan qaraganimizda qanday yuza, qancha maydonni egallaydigan yuza borligini topa olsak, demak umumiy sirt yuzasini ham topa olamiz. Xo'sh, buni qanday topsak bo'ladi? Mana bu yuzani S1 deb belgilab olaylik. S1 yuza bizda S1 yuza silindrning yon sirtining 4 dan 1 qismiga teng. 2πrh bizda silindrning yon sirti chorak qismi bo'lganligi uchun 4 ga bo'lamiz. 2π ko'paytirilgan radiusimiz mana bu yerda silindrning radiusi 8 ga teng. Balandligi ham mana silindrda balandlik ham 8 ga teng. 8 ko'paytirilgan 8 taqsim 2. Mahrajda 4 edi. Hisoblaydigan bo'lsak 32π ga teng chiqdi. Mana bu yerdan qaraganimizda demak 32π kattalikdagi yuza ko'rinadi. Ana endi ikki yondan qaraganimizda qanday kattalikdagi yuza ko'rinishini topamiz. Mana bu yuzani S1 deb olaylik. S1 yuzani topish uchun mana bu yerdagi kvadrat yuzasidan ayirib tashlashimiz kerak. Mana bu yerdagi chorak doira yuzasini. S1 teng bo'ladi. Kvadratning yuzasi 8 ning kvadrati ayrilgan
Chorak doira yuzasini topish uchun 1 taqsim 4 pi r kvadratni hisoblashimiz kerak. Pi r kvadrat doiraning yuzi 4 ga bo'lsak, chorak qismi kelib chiqadi. 64 dan ayiramiz. 1 taqsim 4 pi radiusimiz bizda 8 ga teng edi. 8 ning kvadrati. 64 minus 16 pi ga teng chiqdi. Ikki yondan qaraganimizda, demak 64 minus 16 pi yuza ko'rinadi. O'ng tarafdan qaraganimizda ham, chap tarafdan qaraganimizda ham. Jami sirt yuzasini topish uchun hammasini qo'shib chiqishimiz kerak. Xo'sh, hammasini qo'shadigan bo'lsak, nima hosil bo'lyapti bizda? 64 bor, 2 ta. Bu bizda 128 ni beradi. 64 minus 16 pi bor. Bundan ham 2 ta. 128 minus 32 pi ga teng chiqadi. Va 32 pi ni o'zi bor. Mana bularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, demak bizda hammasi yoq yuzalarni qo'shadigan bo'lsak, 32 pilar 0 ni berib ketib, natija 256 ga teng chiqar ekan. S sirt yuzasi 256 santimetr kvadrat. Bizda D javob to'g'ri bo'ladi. 3-savolga qaraymiz. 3-savolda fx funksiya uchun mana bu tenglik berilgan. Ushbu tenglik orqali biz f3 ning qiymatini hisoblashimiz kerak ekan. Xo'sh, f3 hosil bo'lish uchun mana bu yerda x ning o'rniga avval 9 qo'yishimiz kerak. X ning o'rniga bir marta 9 qo'yib yozamiz. f3 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan f 3 bilan 9 ni qisqartirsak, ikkinchi ko'rinishda 1 taqsim 3 hosil bo'ladi. Teng o'ng tarafga 3 qo'yib 9 qo'yib yozadigan bo'lsak, 27 taqsim 9 qo'shilgan 9 12 hosil bo'ladi. Xo'sh, bizda nima hosil bo'ldi? Bizda mana bu yerda 1 taqsim 3 hosil bo'lib qoldi. Mana 1 taqsim 3 hosil bo'lib qoldi. 1 taqsim 3 hosil bo'lishi uchun mana bu yerda x ning o'rniga endi 1 qo'yishimiz kerak. X ning o'rniga 1 qo'yamiz. F 1 taqsim 3 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan f 1 qo'yadigan bo'lsak 3 hosil bo'ladi. Teng 27 taqsim 1 qo'shilgan 1 teng 28. Bizda tenglamalar sistemasi hosil bo'lyapti. F3 mana bu yerdagi F3 va yana F 1 taqsim 3 ga bog'liq. Mana shu ikkita noma'lumga ega bo'lgan tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi. Bir yozib olaylik mana shu tenglamalar sistemasini. F3 qo'shilgan 2 ta F 1 taqsim 3 teng bo'ldi 12 ga. F 1 taqsim 3 qo'shilgan 2 ta F3 teng bo'ldi 28 ga. Bizda F3 kerakligi uchun F 1 taqsim 3 larni yo'qotishimiz kerak. Buning uchun ikkinchi kasrni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Ikkinchi tenglamani 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Birinchisini o'zini yozib oladigan bo'lsak, F3 qo'shilgan F 2 ta F 1 taqsim 3 teng 12 ga, ikkinchisi 4 ta F3 qo'shilgan 2 ta F 1 taqsim 3 teng bo'lyapti 56 ga. Ana shu yerdan demak tenglamalarni bir-biridan ayirib yuborishimiz kerak. 3 ta F3 teng bo'lyapti 44 ga. F3 ni topadigan bo'lsak 44 taqsim 3 ga teng chiqar ekan. 44 taqsim 3 C javob to'g'ri bo'ladi.